Hurmatli do'stlar, navbatdagi kvartiramizni tanishtirib o'taman. Yangi bozor Bozqala yilida bo'ladi bu. Shu yerda 52 metr kvadrat ikki xonali kvartiramiz bor ekan, sotiladigan. Shu domda bo'ladi, korpuslar 1, 2, 3, 4 etaj dom ekan. Shuning birinchi etajida bo'ladi, birinchi podyezdda. Bozqalani bilasizlar, Rimgullan to'yxonasini shundan kelaverasizlar. Yo'l ustida bo'ladi. Domlar solinib turibdi bu yerda. Yonboshida do'koni bo'ladi. Maktab, bog'cha, hamma qulayliklarga ega bo'ladi. Bu yoqlarimizda o'zimizdan joylar solinib ketgan. Bu yerimiz propon bo'ladi. Yangi bozordan kelaversangiz, yo'l ustida joylashgan bo'ladi. Bu tarafimizda shovatga ketasizlar. Ko'chamiz asfaltlangan, stechka bo'lgan, gaz, svet, suv hamma narsa bo'ladi. Narxi necha so'm desangizlar, 255 million so'm deb turibdi. 1-2 so'm qaytib beraman deb turibdi. Srochni sotish kerak ekan. Bir boshqa bir biznes ishlari bor ekan. Shu yo'l ustida birinchi podyezdda bo'ladi. Hozir ichki qismlarni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Balanddan tushib kelaversangiz, yonboshida suv ham bor ekan, testirlangan suv ham kelib turibdi. Yonboshi qo'shimchasini podval ham bo'ladi, adlinli. Shu birinchi etaji podvali bo'ladi. Shu ishdan kirishimizni tushuntiraman, shu kirishda. Yonboshlarida mana domlar solinib ketgan. Odamlar kelib yashab o'tiribdi. Polniy gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Shu aytib o'tgan kvartiramiz bo'ladi, ikki xonali. Korpuslar hozirgi vaqtda shunday ko'rinishda bo'ladi. Oyog'imiz teg laminat pol, suitlari o'tib turibdi. O'zlaringiz bir qator remont etib yashayverasizlar. Zato birinchi etajda shunday. Ishdan kirishimizda sanuzel bo'ladi, banyasi, banyo tualet ichida bo'ladi ekan. Suvlari kelib turibdi, hamma narsasi. Bir ishlatib ko'rib qanaqa. Yana aristorlari bor. Если что. Так, bu yerimiz spalniy bo'ladi. Korpuslar. Aytib o'tgandek, o'zlaringiz remont etaverasizlar. Xohlasangiz zal etinglar. Xohlasangiz bu yerda spalniy etinglar, oynaqli zal etib. Zo'r buni. Yosh oilalar uchun, masalan, kelishmaydigan bo'lsangiz, shuni olib foydalansangiz bo'ladi. Shunday ko'chib kelib yashayverasizlar. Duxovniy kotyol, dimoxodlari bor, kuxonniy mebellari, gazlari bor. Wi-Fi tizimlari ham kelib turibdi. Wi-Fi'ga pul tashlab bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kelishilgan narxda beraman deb turibdi do'stlar. Yangi bozor tumani Bozqala yilida joylashgan bo'ladi bu kvartiramiz. 255 million so'mga beraman deb turibdi, kelishilgan holda. 1-2 so'm qaytib beraman deb turibdi. Xohlasangiz kelib ustunda gaplashinglar, xohlasangiz telefonda savdolassangiz ham bo'ladi. Zo'r mana. Kadastr dokumentida hech qanday muammo yo'q, olib haziyat yashasangiz bo'ladi. Kimdir kvartira olaman deb bilganlar bo'lsa, shu odamlar shu videoni tashlab qo'yinglar. Like bosib, обязательно obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.